Bugun 5 daqiqa ichida siz bilan rus tilida to'g'ri salomlashni o'rganamiz va bu siz o'ylaganingizdek "Здравствуйте" so'zi emas. Agar siz rus tilida gapirishni xohlasangiz, unda birinchi navbatda to'g'ri salomlashni bilishingiz kerak. Salomlashuv bu har bitta suhbatning boshidagi juda ham muhim jarayon hisoblanadi va afsuski ko'pchilik mana shu yerning o'zida katta xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Keling bugun birgalikda rus tilida to'g'ri salomlashni o'rganamiz. Rus tilida 3 xil salomlashish turlari bor. Birinchisi bu rasmiy salomlashuv. Misol uchun "Здравствуйте" so'zidan bu yerda foydalansak bo'ladi. Hamda "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер" deyishimiz mumkin. Hol ahvol so'rash uchun esa "Рад вас видеть", "Как проживаете" desak bo'ladi. Va bu so'zlardan qayerda foydalanishimiz kerak? Agar siz notanish odam bilan suhbatni boshlayotgan bo'lsangiz, bu so'zlardan foydalanasiz. Yoki bo'lmasam rasmiy muhit bo'lishi kerak. Ishxonangizda direktor bilan yoki sizdan mavqesi baland odam bilan salomlashganingizda bu so'zlardan foydalanasiz. Birinchisi bu rasmiy salomlashuv. Bu yerda biz "Здравствуйте", "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Рад вас видеть" so'zlaridan foydalansak bo'ladi. Hol ahvol so'rash uchun "Как проживаете" desak bo'ladi. Bu so'zlardan qachon foydalanamiz? Notanish odam bilan salomlashganimizda, bizlardan mavqesi baland odam bilan salomlashganimizda yoki bo'lmasam kimgadir hurmatimizni bildirmoqchi bo'lsak, bu so'zlardan foydalanamiz. Misol uchun siz o'qituvchingizga borib "Привет" deydigan bo'lsangiz, bu xato bo'ladi. O'qituvchini hurmat qilgan holatda "Здравствуйте" deyishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu kundalik salomlashuv. Bu yerda biz "Привет", "Приветик" so'zlaridan foydalanamiz va hol ahvol so'rash uchun esa to'xtang. Ochib olay, mana shuni boshqatdan boshlayman. Ikkinchisi bu kundalik salomlashuv. Bu yerda "Привет", "Приветик" so'zlaridan foydalanamiz. Hol ahvol so'rash uchun esa "Как дела?", "Что нового" deyishimiz mumkin. Bu so'zlardan qachon foydalanamiz? Biz agar do'stimiz bilan, tengdoshimiz bilan salomlashadigan bo'lsak, bu so'zlardan foydalanish o'rinli bo'ladi. Hamda misol uchun yosh bolani ko'rib, jiyaningiz ili sizdan yoshi kichik odam bilan salomlashayotgan bo'lsangiz, bu so'zlardan foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun "Приветик" deb direktor bilan salomlashish bu juda ham xato bo'ladi, chunki hurmatsizlik bo'ladi va sizni noto'g'ri tushunishadi. Direktorga nisbatan biz "Здравствуйте" deb salomlashimiz kerak, a do'stimiz bilan esa "Привет" deb salomlashsak bo'ladi. Uchinchisi bu noformal so'zlar. Bular yoshlar orasida ko'p tarqalgan va misol uchun siz Telegramda do'stlaringiz bilan yozishayotgan bo'lsangiz, chatlarda bu so'zlardan foydalansangiz bo'ladi. Например, bular "Йоу", "Здорово", "Чё как проживаешь", "Что ты там" so'zlari. Va bu so'zlardan aslo biz ishxonada, например, hamkasb yo'q. Va bu so'zlardan biz aslo ishxonada, например, direktor bilan gaplashganimizda, o'qituvchi bilan gaplashganimizda, o'qishda yoki bo'lmasam hamkasblarimiz bilan salomlashganda bu so'zlardan foydalanishimiz noto'g'riroq bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, agar siz rus tilida to'g'ri salomlashni xohlasangiz, har doim vaziyatga qarashingiz kerak. Kim bilan salomlashayotganingizni bilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun yoshi katta odam bilan salomlashganimizda "Здравствуйте" deymiz. Tengdoshimiz bilan salomlashganda "Привет" deymiz. Chatlarda yozishganda esa "Здорово" deb suhbatimizni boshlasak bo'ladi. Tilni o'rganayotganda ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi. Bu til yordamida biz o'zimizni tarbiyamizni va madaniyatimizni ko'rsatamiz. Quruq tilni o'rganib gaplashishimiz emas, tildan qanday to'g'ri foydalanishni va vaziyatni his qilishimiz juda ham muhim. Keling endi olgan bilimlarimizni mustahkamlaymiz va vaziyatni ko'rib chiqamiz. Misol uchun metroda yoshi katta ayol bilan rus tilida salomlashmoqchisiz. Qaysi so'zdan foydalanasiz? "Здравствуйте" yoki "Привет"? Albatta bu yerda notanish odam va sizdan katta bo'ladigan bo'lsa, "Здравствуйте" so'zi to'g'riroq bo'ladi. Ikkinchi holat, siz universitetga keldingiz va guruhdoshingiz bilan salomlashmoqchisiz. Qaysi so'zdan foydalanasiz? "Здравствуйте" yoki "Привет"? Bu yerda ham uzoq o'ylashimiz kerak emas. Tengdoshimiz, do'stimiz bilan salomlashyapmiz, shuning uchun "Привет" so'zidan foydalansak ham bo'ladi. Salomlashuv bu siz haqingizdagi birinchi taassurot va salomlashuv yordamida siz tarbiyangizni va madaniyatingizni boshqa insonga ko'rsatasiz. Va til o'rganishda eng muhim qadamlardan biri bu to'g'ri salomlashni o'rganish. Va bugun siz bilan biz mana shu birinchi qadamni qo'yishni o'rgandik. Agar shu mavzuda siz ko'proq bilimlarga ega bo'lishni, to'g'ri savol berishni va to'g'ri javob berishni xohlasangiz, biz sizga juda ham foydali bo'ladigan qo'llanma yaratdik va bu qo'llanmani qo'lga kiritish uchun video ostidagi havolani bosishingiz kerak bo'ladi. Agar bugungi darsimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta do'stlaringiz bilan bo'lishing va like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.